Mutaxassislarning ma'lum qilishlaricha, umumta'lim maktablarida bo'lib o'tayotgan ochiq dars mashg'ulotlari o'quvchilarning mavzuga doir bilim ko'nikmasini oshirib, ularning aqliy salohiyatini yuksaltiradi. Shu bois Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xodimlari viloyatdagi maktablarda bo'lishib, qo'shimcha mashg'ulotlarda ishtirok etishni an'anaga aylantirganlar. Bu gal ular Andijon shahridagi 20-umumta'lim maktabida bo'ldilar. O'quvchilarga suvni isrof qilmaslik orqali u bilan bog'liq muammolarni birmuncha bartaraf qilish mumkinligi uqtirildi. Bugun Andijon shahari 20-maktabimizga Andijon viloyati suv ta'minoti xodimlari kelishib, bizning 4-sinf o'quvchilari bilan juda chiroyli ochiq dars tashkil qilib o'tib berishdi. O'quvchilarimiz hozirgi o'tilgan darsdan eshitgan ma'lumotlari yuzasidan bir qancha savollar berishdi va o'zlariga qiziqarli, kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Suv ta'minot xodimlariga kelib bolalarimiz bilan ishlab, ochiq dars o'tib, bolalarga kerakli ma'lumotlarni yetkazgani uchun minnatdorchilik bildiramiz va bunaqa uchrashuvlar bundan keyin boshqa sinflarimizda ham ko'proq o'tkazib turishini xohlab qolamiz. 650 nafar o'quvchilar tahsil olayotgan ushbu maktabda 43 nafar ustozlar yoshlarga zamonaviy ta'lim berib kelmoqda. Mavjud 24 ta sinfxonasida buning uchun yetarli sharoitlar yaratilgan. Suvchilar tomonidan tashkil etilgan ochiq dars o'quvchilar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham birdek manzur bo'ldi. Bugun bizning 20-umumiy o'rta ta'lim maktabimizga suv ta'minoti xodimlari kelib, bizga juda qiziq bo'lgan ma'lumotlar berishdi. Suv ta'minoti xodimlariga tashakkur. Suv